Men faqat bir narsa. Endi menga ortga qani bu qolganlar qochib ketdi, hozir uyg'onadiganlar bor. O'zi uyg'onsa aytdim-ku, qorako'z hadeb aytyapti-da, kim bu deb oxiri o'zim qiziqdim-da. Nima ikkita o'zgartirib oldingiz? Ana qo'nishyapti-ku, ana qo'ni. Bitta hozirgi haftada O'zbekiston bilan mana bo'lamiz-ku. Bu odam esa Yomon yo'lda emas, to'g'ri yo'ldasiz. To'g'ri yo'ldasiz. Qaytsangiz juda diqqat qiladi-da. Aeroportda kirib ketib, savol qilib. Yo'q, hozir unaqalar yo'q. Tirikchilik uchun borib kelishyapti-yu, bizdan ham mahallada yosh katta insonlar bir yilchamiki haligida qanaqadir viza qilib borib, ishlab kelib yurishdi-yu. agar siz yorug'lik tezligida harakat qilayotgan O'zbeklar Ha, hammasini o'zgartirishadi kelib. qanday qilib yetib olasan? Xuddi qachondir odam oygacha borgani kabi boraman. O'zgartira hozir hech kim mana shu o'zini ismida yurmaydi. Ozroq pul olgin. Yaxshiroq o'qi. Mendan xavotir olma. O'ylanib gaplashadi birov bilan. Qoch urmayman. Toshkentliklar bor-ku. ha. Andijonliklar qanaqa ko'katlarni qiladi gaplashgan mana shunaqa to'g'risida. Bizda dinga qattiqroq-ku. Shuncha qo'rqib turishadi. Andijonliklar anaqa gaplashgan, anaqa qilgani. Toshkentliklar. Hozir sizlarda soat necha bo'ldi hozir? 1:30 bo'ldi aka. 1,5 soat farqi bor ekan xolos-da. Yo'q, 2 soat. 2 soat farqi bor sizlarda. 2 soat farqi bo'lar ekan. Agar 1,5 bo'lgan bo'lsa 3,5. 2 soat farqi bor. Hozir ko'chaga chiqdim-da, hozir aka, ko'chaga chiqdim. Bizda yo'q lekin. Bizda ham yo'q, kech paytda. Lekin babi havo issiq shekilli u yoqlarda. Kuniga 35, kechasi 20-22 shunaqa. G'olibga aylanish uchun birgina raqam kifoya bo'ladi. Millionlab odamlar taqdirini o'zgartiradi. Zamzam suvladi. Вообще boshingizdan oyog'ingizgacha to'yib ketibdi-da. Hojaga. Ha, hojaga shunaqa Zamzam bor. Madina bilan Makkada bor-da, Madina. Anaqada bor. Payg'ambar masjid Nabiydan Zamzam bor. Uni ham hozir Ramazon ro'za oyiga juda ozdan beryapti-da. Juda ko'pchilik ana qo'yib ketyapti. Oladi yo'q. Ozdan beryapti. Qalaga. Nimaga deydi? Bittasi kiryapti-da qarang hojaga. Nimaga deydi? Siz efir qilib ochib o'tiraverasiz-da. Efir qilib ochaman-da, men shu narsani reklama qilaman desam o'zingizmi deydi-da bittasi. Voy blin dedi, jinni dedi. Odamlar shunaqa bir gaplar yozar ekan, astag'firulloh. Qo'rqib ketasiz-da. Qachon chiqqan? Ovozingiz kelmay qoldi, hojaga ovozingiz yo'qolib qoldi. Men fugaman, biladi. Umuman yo'qolib qoldi. Endi-chi? Endi keldi. Siz ko'p efirda o'tirasiz, haligi o'zi gaplashib o'tirasiz. O'shanga siz anaqa deb o'ylaysiz, o'zini maqtab o'tiradi deb o'ylaysiz. Ashuncha kechadan beri shortslar ham qo'yapman. Endi to'g'risi men video